Bugün iki doktorga göründüm. Oh my god, I look like a shit. Tordan birnim algan keselim, yan tutuşqa başladı. Qanda detdi, kallam qaygan, putum qaygan. Yak. Bugünkü naşıtlığımda bir kız deydi. Ketip var mən sayemde. Bunda rəmliklərim ki bakaydım. Manda uluq anılığımız var. Hello, welcome to the new vlog. Why the fuck am I speaking English? This is what happens when you watch too many series. Hammalarga Stockholm'dan otuq salamlarımı yollayman. Qanda avalınlar. Hammalar yaxşı turatansizlar. Yeni bir qitimliq vlogimga xush keldinglar. Avazlarım. Normal çıqatamda avazlarım. Vlog tatmağınımga bek uzaq oldu ekan. Qanchalik bo'ldi men vlog tatmağınımga? 3 hafta bo'libdi men vlog tatmağınımga. Kameralarımla qo'limga bunda elib kameraga qarab so'zlasam bir xil g'alati his qilib ketib borman. Daim tatib tursangiz, ya'ni kunab ketsangiz ham bir mezgil tatmasangiz bir xil g'alati his qilsiz. Men hozir nagmandim. Bugun vahshiy issiqdi Stockholmda. Bugun men sirtqa mangdim. Aslida men dam olishlarimda chiniqatdim. Qarsam ma hafta 4 kun chiniqdim. Bugun bo'lsa dam olay chiniqishdim deb. Shu bugun chiniqishga chiqmadim. Hozir shu sirtqa chiqib, aylanib kelmoqchi. Nega berishimni bilmayman, rost gapni qilsam. Kallam qaygan, putum qayganmi? Kallam qaygan, putum mangan. Nima deyilqi maqal tamsilninki? Qanda detdi, kallam qaygan, putum qaygan. Yak. Muşunda emasmi bir gaplarni qilib etiblar. Heliqi bir maqal tamsilla kallangizga keldi. Oxirini bilmaysizda, Uyg'urchada o'qimagandikin shundaq. Heliqi bir yerlarda anglab qolganda, heliqi hindala quluqingizga kirib qolgan, esingizda tutib olmagan. Ammo hech qisi yo'q. Bu maqal tamsilni hozirla o'rganimiz nim deydiganlikni. Mening Instagramimda Uyg'urchaga usta ajoyib vallah bor. Birla yazsam, chiqarib qo'ysam birdan javob keldi. Menga eng yordam qilayotgan bolalar Instagramda menga ergishib Uyg'urchamni yaxshilayotgan bolalar kundalik xatir yozib chiqirma Instagramimga. Bütün yozgan xato so'zliklarni birdan to'g'rilab avatib turdi. Ashunga qarab o'rganyapman Uyg'urcha. Hozir yozib chiqarib qo'yay. Birdan javob keldi. Yozib chiqarib qo'ydim. Birdan javob keldi. Vujuyor birden de promoçi cevap yapıptı. Vallahi loş cevap yaptı. Yani beşim kaygan, putum taygan degan ki ya. Manda ögünmez Uygurçani birden de Instagram'dan bir yaxşı yerimiz şu. Ben sözlüklerini bilmeysiz derhallamışına vlog qilayotgan chog'da uni yoki xanzuchada yoki inglizchada davlat qalma ba'zida shunlashqa ba'zilar kommentlarni qildi degan nemishqi Uyg'urcha so'zlamaysiz deb. Albatta Uyg'urcha so'zligim bor meningki, men biroq shunday qilib darhol esingizga kelmaydi ba'zi chog'da so'zliklar. Shunlashqa inglizcha yoki xanzuchada davtib qolma, kechiringlar, amal yo'q uningga. Bara yaxshi bo'lishi mumkin. Shunday so'zlar desam. Unda bo'lsa, bugun beshim qaygan, putum taygan yerlarda yurib aylanamiz. Aldığan azraq nəslərim var, aşlarını evilib, onun keyin bazarlayımız.
Mening doim ishiltadigan badan jidan suyuqligim shu. Dry sensitive skin. Badaningiz yuvib bo'lgandan keyin qurib badaningiz deymiz etishmaydi, ter tashlab. Shuningdan olaman ikkini. Onundan keyin saqal ağışınki tığını alman. Muşu total bir ayımı yetmeydi bu musabekçik. Saqalımni almayman odatda. Tish pasta man alayım o. Marvisninki Aquatec Mint deydi. 99 kronga. Bir tish pasta 99 kron ekşi qimmat. Qandaydi? Yaxshimda. Men aqatadigandan aldım. Okay, kundalik turmushimda ishlatadigan narsalarni ep bo'ldim. Mushular tugabdi, mushlarni aldım. Mana puruqi Dixit Paves'ga koriander. Hazır biz Arcade'ga kirmoqchi. Arcade'ninki kiyimlari Zara'ninki qarag'ancha sifatli kerak yaxshi. Hazır mansına baxmoqchiman Popaykasni. Ya'ni kuzlarda kiyadigan Popayka. Mening rangim kamerada o'xshamaydigan bir rangi chiqyapti. Mana bu ko'k rang. Mani ichimga kiyib, mani teshimga kiyib sinab baxmoqchiman. Okay, qanday bo'lamdi ekan? I'm not sure. I don't know. Rengini yaxshi ko'rmadim. Ma kameraga shunda chiqyaptimdi u ya. Ammo ma ko'tkaynigi payfga shunda rahat. Kam o'zi rahatga. Biroq men bunda ko'tkaynigim tekshir chiq. So'ngashqa. Buni ilishning hech bir hojati yo'q. Bekar olaman shuni. Kiymayman uni mumkin. Ashunda ip qo'yib kiymagan kiyimlarim maksiz meniki. So'ngashqa. No, buni olmaymiz. Aldığan nəsrimni ep oldum, əmdi soğuq bir qahva içəydik. Şivsiya sayılımığa az qaldı, şunlaşqa şəhər içirki nəyə qarşısınız sayılamınki təşviqatları ya? Kişi xoş etdiyim qahva. Her vaqt uydan chiqqan chaqda aşı shunchalik tayyorlik chiqaman, yo'q, yana bir narsamni unutib kelib chiqaman. Ko'ginglardek, menda oftobda ko'zoynakimni unutib qolibman, ko'zoynak. Men bayam uyga qaytib kelib, tamoq etib yeb, birdam dam elib degandek issiqqa ichilmadim men. Hozir kun o'tirishga boshladi. Shunlashqa hozir men uyimning yendagi ko'lga mangdim. Berib ko'lning bo'yida birdam sayr qilib damdoq. Agar cho'mlaydigan bo'lsa, payzi cho'mlab kelma. Mana kesh kirgan chog'da cho'mlaydigan mangdim men. Voy, kishinaja payz shvatida edi. Mana men ketib borman soyamda. Men keldim. O cho'mlayotganlar tazjiqga. Hon dansar som en virvelvind. Vet precis vad hon gör när hon smeker din kind. Du svävar fram, aldrig för så lätt. Säg ja, du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli. Men hon svänger som en sambatakt. Och du sväljer din galla med självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt.
Säg har du sett Josefin? Om du ser henne, försök låta bli. Kölde çömülep, bugün bir günüm peyda öpte, sırtçık aynıp dümen, öyle kayıtıp gelip tamak etip yer, öyle kayıttı. Allah Allah, kendimdeki baba. Ben tüm gün keşlik ismini işlegendim. İşten düşüp, öyle kayıtıp gerekçe etken saat. Üşüp gitti ya. Kelip uxlayamay, saat 4'lerde kıldım göreyim ettigenden başlap. 4'lerde uxlasam, öyümden teşirla bir çoğun yol barcı, aşı yolunu oңşağa taptı. Ettiğin saat 9'dan başlap bir barançırın kılışkı başılgan ay yol oңşaydı qalla. Ta ki hazırgıca tüzek uxlayamadım meras gepni qısam bir. 2 saat kıldım ekin, 3 saat kıldım mı? Uygu etti adam ne yaxşı uxlayamdım. Akşam ben bir yerimde işten düştüm. Aslında 1 saatgacha uyga buladım. Akşam abdızga düşüp bir iştip bekat mangandan keyin qarayman. 21-22 yaşlarda betke bir şivit kız abdızga chiqdi da. Abdızning ichida bir 4'ümizmi 5'imiz bor qarayman. Hammamiz chetlarlikdan. Hele şivit kızninki bir skutersi bakanda, o skutersiniki tok tegapti. Şunlar tok boğamızı qıçan minutla ketadi. Biroq Şirsiyaniki abdızlarda, bulup Stockholmninki abdız koç abdızlarda. Hele bala harvosidan başqa hech qanday ya velosiped ya skuter naslani abdızga ep chiqish cheklanganchu. Ep chiqsangiz bo'lmaydi. O qizdan o skuter bilan chiqdi. Chiqib ondan keyin o skutersini qo'ydi, hele bala harvosini qo'ydigan yerga. Onga shoper kelib, sen skuter ep chiqsang bo'lmaydi abdızga. Çeklengende başına o kızlarla çeldirip bir onca gaplarni qildi aşağıda o kızlarning kelaqi nimdaymiz elaqi attitude qat'i yaxshi emasda popbang ashunda gap qildi qizlar u yerda ashunda datalash olib ashu shoper bilan bir 10 minut datalash qildim ekan elaqi ya men o'sha abduzga chiqib men kash qoldim uyga borsam bo'lmaydi deb ashuna deb turib oldi u abduzchi jiq adam yo'q u yerim kechida nimish bo'ldi evasimi bo'laverdi shoperga Şunlar biz durduq bir näçimiz. Boptu ilwagyn bärber abduzun içinde orun bolgandyken adam az bolgandyken hiç qısı yo'q. Aşna durduq. Ondan keyin şoper maňa arkadaşy bizin gepimizni aldy bolgaç. Şunaqa boptu dep. Hele kızny aldy maşynga, beltini tölüp atdap. Ondan keyin maşyna aýdyrdyma. 3 beket ötkenige ya bir bilet töleýdimdi. 4-nji beket kelgen çagda şoperniki ýani qısa toşdy da. Abduzy toktatdy ýana. Toktutup hele kızdan kaşık gelip sen bilet almamsa biletini törmemse de bayınırsa. Benim biletim yok. Ben bilet alamayman. Pulum yok dep turaldy. Birge o kızınki xilaplyk işten birine qildi. İkincisiga attitude nimdaydi o Uyg'urchada. Nimdaymiz hele shoperga bo'lgan pozitsiyasi qat'iy yaxshi bo'lmadi aqlzalninki. Şunda bir xil aqavurda qız gap qilishlari shoperga qartib bir xil qanday qilatding? Bu mening döldüm tursa men abduzimga chiqsam chiqdim. Sen men abduzim tushiraydalamding degandek shunday bir xil. Ashuna pozitsiyada gap qildi. Ikkinchisi bir o'tkirgan xatolik. Uchinchisi bilet olmadi. Onda bo'lganlikin biz nimdaymiz biz abduzga boshqalar hele qizga yordam qilaylik deb uygacha berib olsin desak, qilgan qiliqi avo, pozitsiyasi avo. Belti yo'q. Xilaplyk işini qildi. Nimdaymiz hamda bizning og'zimiz jumildi o'qib ikkinchi qitim to'xtatdi abduzni 15 minutdagi o'qiz bilan datalash qildi. Oxirida deyla qizinki 40 chiqdi da abduzning ichida bir tillagan peti hammamizni tilladi ya qo'shib bela qizlar shopernilar emas. Tillab ashadi yana og'izni buzib bashna qilib abduzni chiqib ketdi qizlar. Shunday qilib uyga kelgach 40 minutda kechikdi ya abduz. Olim shunda bir xarob qopdim. Nimishqa shunda vaqtlarda vlog qilib ketdi meningki. Narikasha olim xarab, uxlab qopgan vaqtlarda vlog qilib ketadi. Qolgan vaqtlarda qat'iy ilhom kelmaydi bu vlog qilganga. Aldinglarmi men ovozini sirtdiki. Derazni itvatdim, shunga ancha anlanmaydi. Oh my god, I look like a shit. I'm gonna go and make myself a bit presentable. Let's go. Kodonglarmi ayada yo'ling shotdi ama bir nimalar.
sizlarga bugungi nashligimni bir ko'rsatay. Ya'ni granola bowl. Kimyada avokado bilan tuxum qildim. Hozir qahvarimni ichaman. Shuning bilan bir oddiy bir nashla qilamiz bugun. Wow. Manakşına ismi titrettin beni degan nashla. Çaktın sen canım bana, kaş gözlerini süzdün, titrettin beni, titrettin, kara kaşlarını yıkadın. Vay vay işim çok deryalı, titrettin beni, titrettin, kara kaşlarını yıkadın. What the fuck? Vay vay işim çok deryalı. Bana köz koysam olmayı Yürüyüşünü verip bana, Wow. yalgan bedeller verip, kelgenin kimi, yürüyüşünü verip bana, yandırdın beni. Uygurlarning ichidan chiqqan Lady Gaga mı qanday? Kelgenin kimi, titrettin beni, titrettin. Yeah, you go girl. Wow, wow, wow. Titrettin beni, titrettin. Kara kaşlarını yıkadım, titrettin beni, titrettin. Vay vay işim çok deryalı. Yeah. Manda titrettin beni ona. Hani ben babam, babam kaçıp gidip 2 günden keyin evimizga ko'chib keldi. Babam bekler babasız kızını to'g'ib chom qilgan pushayman qilib, bu umrida shuncha bolalarni tarbiyalagan bilan o'zining qizini yaxshi tarbiyalamaganligi uchun kimlargadir yuz kelmaydiganligini aytib, yuzlarini qanchatladi. Og'u paylat chekib nola qildi. Babam shu ketgancha 3 yilga chiqardi. Babam bir kuni babamning Guangzhoudan alangan xat ve pulini götürüp geldi. Abam xeytini özünün Ali mektepte okuyotgan çığırtki söyleyen adamı bilen qayta tepişkandan keyin to'liq baxtli yaşagan qolgan. Turmushini boyashib, ko'nglimni to'lishgan ekan. Momam bilan meni siyg'inib ketsa, yurtga kelib bizni ko'rib ketgisi kelganligi. Ammo dadamning xalqi olam oldida yeksan bo'lgan erlik g'ururi, izzat hurmatining hisobini ilishdan qo'rqib, yurtga oyoq besishga jur'at qilmaydiganligini ve ayni chog'da mama otam tiqib qo'ygan pulining o'rnini degandan boshqa gap qilmagan edi. Momam opamning xat yozganini ve ahvolini dadamga aytganda dadam xeyli uzun sukutda o'ldirib ketdi ve bir ig'iz gap qildi. Keyin sudga arz sunib, opam bilan bo'lgan er ayollik munosabatini chek qo'ydi. Odatdagi bir ishchi bo'lsinmi, ammo Arzigulga qanchalik to'yliq solsak, qarz elib bo'lsinmi, to'yliqni kam qilmay o'tirganligini aytdi. Ammo Arzigul qamoqlarini suzib, tumshuqlarini so'zib, yig'lab, dadamizni qat'iy yoqtirmaganligini aytib, qayg'ishlik qildi. Sulaymon degan suyganining kelishgan qattiq qomatini maqtab, dadamiz bilan selishtirdi. Ammo uning endi tanlash imkoniyati yo'q edi. U farzand bo'lish burchi bilan dadasining kimini shirolmadi. Bizmi to'yini tezroq qilib, har joyda to'zg'oqdek uchib yurgan so'z cho'chakdan qutulib, yuzimizni yo'riq qilishga oldirdi. Shuncha oldirsin. Ailesining yuzini yo'riq qilish uchun o'z qizini o'zi yaxshi ko'rmagan birsiga berib etish. What the fuck? Uyg'urlarningki ailesining obro'yi o'zininki qizining baxtidan muhimda. Uyg'ur oilalari mahalladagi kishilarningki so'z cho'chaklardan vahshiy qo'rqibda. Arzigul to'ydan keyin necha oylargacha jinnida tushgan. Keyin biroqla o'zgarib, dadamiz bilan tayin yo'q ishlarni bahona qilib to'la so'qishgan bo'lib oldi. Qilgan nasihatlarga quloqni solay demaydi. Qanday qilmay ko'nglim tushmasa, ko'ngil yoqqan yerda ish yoqmabdi degan shu bo'lsa kerak, opa. Mening ko'nglim shu Sulaymonda qolib ketdi. Bu yuragimga boshqa bir odam sig'moqdek. Men ajrashman. Bundan arqlab bir kunmi uy tutqim yo'q. Desa shundoq deb qabul qiladi. Yaxshi ko'rmagan odam bilan bir uyda yashash qanday bir azobli bir ish. Yilqi bir maqol tamsil va toshni tayoqqa tangan bilan ish bitmaydi degan so'zida.
Ama dadamız abamızı şu kadar yaxşı görətdi. Siz toğulup dadamızın çevirdim külgini erketmeydiğen oldu. Ama Arzugül qaçanla qarşı tumanlı asmandek tutulup düşüretdi. Keyin siz 5 yaşga kirgan yili dadamız Arzugül'nün yılığı Sulayman bilen tepişip gelip xat alaqısı qilganligini bilib gelip onu to'g'ris tikilimi yaşqa ezib beklo purib etibdi. Tayaq ichiga o'tib ketdim o. Arzugül 3 oyda ara o'rnidan turg'idek bo'ldi. Gunoh o'zimda tursa, dadamizdan ranjishga nima haqqim? Sana qo'shib yurib. Wow. Kelinglar, manda ulug' analarimiz uchun bir chavakchilik etaylik. O'z qizini to'g'risiga urib 3 oy o'rnidan turolmag'ida qivatsa, yana gunohni qizidan ko'rdigan manda ulug' analarimizga bir chavakchilik etaylik. Wow. Dehshatda qanday ideya bizning romanlarimizni tashviq qilayotgan. Gunoh qizimni tursa deb. O'zlari majburlab o'zi yaxshi ko'rmagan bir odamga berdi o qizini. Albatta, yaxshi ko'rmaganikin ajrashish kerak. Ana ajrashtirmasa, uydagilar qanday qildi? Shu burun o'zi yaxshi ko'rgan yigit bilan tepishibdi ana. Shu kundan boshlab dadamiz aroqkash bo'lib ketdi. Aroq ichib so'qqanslam. Ya Arzu, mende xetanlama deyishim uxlab tushib. Agar shunda bir kun kelib qolsa, bo'yni qushqochning bo'yni o'zgandek uzaydi. Ya nimang yetmay, menda ajrashmoqchi bo'lsa, sürekli bo'ldi ekanman. Qunduz qizimni yetim qilishim hargiz yo'l qo'ymayman. Shu gaplar. Og'rib qolmamışlar. What the fuck? Qushqochning bo'yni o'zayotgandek o'zaytir ekan. Ayolning bo'ynini bilib turib o'zini yaxshi ko'rmaydiganligini yana bir uyda yashar ekan. Masalan, meni yaxshi ko'rmaydigan birisi bilan men bir uyda yashasam, qanday yashay olayman meni yaxshi ko'rsa bir uyda? Albatta, xitini berib etib ajrashish kerak, yaxshi ko'rsa. Balası bo'pti, balası uchun men uchun eng tetiqsiz ashundaq bahona bolalari uchun. Ashuna bir ota-onalar bor qo'yliqi. Bolalarni dastak qilib, men sen go'ylarni deb mushu uyda yashayapman, sen go'ylarni deb mushu uyda bir oilani qurib ketib bormanjimi deb butun gunohni o'zining baxtsizligini bolasidan ko'rgan, ya'ni bolasiga atadiganni ashundaq shu bolasiga ashunda deydigan ota-onalarmi yo'q emasa, bir balaga qanchalik bir zaxmi yetkazganini shu gapninki o'zi tushunib yetmaydi. Nimishqa tushunmayman, nimishqa qalamdan o'tmaydi. Nimishqa ashunda qilaqi texnik murakkablashtirayotimiz masalalarni, masalan, yaxshi ko'rmagandan keyin ajrashish kerak, ya birga yashamaslik kerak. Nimishqa uni complicate, texnik murakkablashtirib, chirmashtirib, texnik masalalarning sodir bo'lishiga, kelib chiqishiga ashunda qilaq sabab bo'lamiz. Bolalarni deb bir uyda birga yashab, yog'an sevgi bo'lmagan bir oilaning ichida yashab o'sib cho'ng'ima qanday bir azobli ish, bola uchunmi azobli ish, ota-ona uchunmi azobli bir ish. Ajoyib bizningki urf odatlarimiz, tafakkur qilishlarimiz. Abamiz dadamizdan o'zini rostlab o'ldirib etishdan qo'rqdimi? Ya yillik chaqda yashqa eslib yegan tayqi yurgida turib qoldimi qandoq? Ajrashma degan gapni xeyli bir yillarcha qayta og'ziga olmadi. Rayish muloyim bo'lib ketdi. Ammo dengizning usti tinch bo'lgani bilan astining to'xtamay to'lqinlab turdig'ini saqla o'ylamabdimi? Abamiz aşkını yeşilmeye qaramay, hech qaysisi tartishmay, Sulayman degan munkaydan qochib ketgandan keyin uning meni vujudimdan tushgan olishganligini saqlashim kerak. Qachidi ashundoq. Zo'lab o'zi yaxshi ko'rmagan bir agi berayotgandan keyin, yo'ldosh ashunda urgandan keyin, yaxshi ko'rmagan odam bilan bir uyda yashagandan keyin, ajrashtirmagandan keyin qaçmay nima ish qildi? O'ziniki hayotini qutqizdi. Qashqini yaxshi bo'pti, ketish kerak ashundoq. Ana o'ziniki burungi muhabbati bilan Guangzhouda baxtlik yashayotibdi. Balki bu o'zi hech qilgan to'g'ri deb qo'yishi mumkin. Ammo uning sizlarni oldinlab bir umr yuzi qora.
misladını keçiremeyim. Onun qilgani har bir gunohi uchun o'zi hisobini berdi. To'g'ri gap qildi. O'zi qilgan gunohiga o'zi javob berdi. Qo'yib aytdim, qizingizning hayoti, qizingiz bir 18 yoshdan oshgan, bir quramiga yetgan bir ayol nima ish qilsa o'zi javobini berdi. O'zining hayoti qanday yashasa, o'zining ishi. Yangi bir kundagi vlogim. Hey bu nimanda tetiqsizlarcha bir istiqlol bo'lib ketib bordi bu, nima bo'lib ketib bordi bu dunyoda. Bu kelgusidagi avlodlarimiz qanday yashaydi, elektron shunda istiqlolga biz yashab ketib qolsak, chidog'siz issiqqa men hozir tish doktorxonaga mandim. Her ayda bardigan yerim tish doktorxonaga. Bugün iki appointmentim var. Ben hazır çıktım, tişimni davalatıp, bugün 2 doktorga göründüm. 2'de kelgen ben, saat 4 olup ketdi ya. 2 saat doktorxonadan çıkmay, tişimni oңuştupdum ben. Beşimge ağırlık kirip ketdi, raskatni qilsam. Başta tişimdeki tömür desteklerninki simlerini ilip, qaytadan simlarını qilib, onu qildi. Xel tüzünüp qapdı ya tişlerim. Qarsam. Töptüz buluş qarab meňipdi. Uyardan çıkıp yana bir doktorga göründüm. Onun nima iş qildi desanglar. Tişimninki, her bir tişimninki, göşününki qanchalik yalluqlandı. Aşını tekşirdi. Onun mında bir jimnisi bar. Aşı her bir tişimizning atrofidagi go'shga aşı tiqib, aşı jimnini aşında qilib tekshiraydi. Jinozni vekshi qaqishtirdi. Şunu tekshirdim, onun keyin bakteriyalar tişimning atrofidagi, aşı tegidagi, aşı go'shga yaqin yerdagi aşı bakteriyalarninki sog'lomligi yaxshilandimi, yaxshilanmadimi, ashuni tekshirdi. O'sha tepidagi eng oxirgi tishlarda bakteriyalar texchi borki, o'sha 4 atrofdagi tishimninki, aşı eng keyindagi tishlarninki aşı tegini aslında qirib bir tozalagan. Shuni qo'g'izdim. Shuna qilib 2 soat misali bo'ldum. Hiçbir yaxşımaydı bu tişlar, davalıtıp ketip barma, ketip ağan vakit, energiya bu tişimga, pul, azap, okubat, dert, tişimlarını asıranlar, qitim deyme, qitim kesem, qitim deyme. Kiçigimden tişimni yaxşı bir adet yetilmegenligim için, tişimni tazlaş, tişimni çotqulaş, her vaqt yılda bir eski gittim, tish doktorxonaga berip ko'rinish degandek shunday odatlarni yetildiramaganligim uchun hozir tishim dardini shunday tortyapman. Shunlashqa vlogimni ko'rayotgan bo'lsangiz, bolalarimiz bo'lsa, bolalaringizga cho'qim kichigidan tortib tishingni qanday asrashni, tishning qanchalik muhimligini shu kichik yeshidan boshlab o'rgating. Kunda tishini cho'tqilab yetishga Deganda qopqan chaqda birinchi qilgan ishi tishini cho'tkalashga, cho'qim shunday bir yaxshi odatlarni bolalaringizga yetildiring. Mendek ish qilib tishning dardini tatmanglar. Ben keldim uyga. Şimdi bir xil men hozir gaqsam bir xil elqay ahang naqsh etgandek shunday gaqilgan bo'lib ketdim. Men keldim uyga. Paketlerim ketdika, posilkalarim hozir pochtaxonaga kirib ochdim. Yaqindan beri tordan bir nim aldigan kesalim yana tutishga boshladi. Ko'rganinglardek bir muncha narsani oldim yana tordan. Keraksiz. Nima alman men tordan? Chiniqish kiyimlarini alman odatda olsam. Shu yana bir muncha chiniqadigan kiyimlarni oldim. Yaqindan beri mana shu kuchapti bo'ldi, dahshat isib ketib bordi kunlar. Chiniqishga chiqqan chog'da bir kiygan kiyimimni qaytadan kiygini bo'lmaydi. Shunlashqa uni yuvib qaytadan kiymasam kiygini bo'lmaydi. Shunlashqa chiniqish kiyimlarim yetishmay
Gymshark'ninki bir maykasından birini aldım. Kısıyanlık mayka. Onunki bir kısıkıştandan birini aldım. Daha bir kısıkıştandan birini aldım. Onunki bunda bir kalpiyan maykasından birini aldım. Qarsam çiniqdigan hamma maykam qora rangda bo'lib ketibdi, oq rangda bo'lib ketibdi. Bunda rangliklarni kelib qaydab. Orange ranglik maykadan birini aldi. Ya'ni o'xshash maykadan yana mal chiroyli ko'rinib Nike'ninki bunda qora. Bunda maykasidan birini aldim. Uningki yana o'xshash fasondagi Nike'ninki bunda qisqa ishtindan birini aldim yana. Adatda ba'zi kunlari meningki chiniq solimni bek boldir taqaydi, bo'libmi juma, shanba, yakshanba 3 kun boldir taqaydi. Shunlashqa ishlab qolsam, o kunlari chiqolmayman. Shunlashqa shu kuni chiqolmagan kunim kardio qilman. Yugurayapman azroqdan. Shunlashqa yuguraydiganga bir oyoq oldim, yugurash oyoqi. Batdi aslida yugurash oyoqim, u oyoqni maniligi bek rohat o'g'ashqa, yep-yenik o'g'ashqa, ishq to'la kiyib, ishq kiydigan oyoqim bo'lib ketdi u. Ağan aykın bolsa Nike'ninki Zoom X Vaporfly dep şu məxsus yuguraydigan ayak. Yani çini qısqı kiysəmi boldu. Şunda yenik onun üstüge mayalarımı rəxtəkla laylinişini mi bek peyzi qıgan makenik onu yalar uş bundaq bir xil. Muşun aldım. Aslında meninki yana birisini ağım battı. Meni aslında mavi Alpha Fly'ni ağım battı. Biroq bu butunlay tugabdi to'rbetida. Shunlashqa buni ololmadim. Bu bek payizdi. Mushu narsani oldim, sapla chiniqishga oid narsani oldim. Hozir kiyim olsam asos jihatdan shu chiniqgan kiyimlarni yeyapman. To'la chiniqayotgandan keyin. Unda bo'lsa, men hozir darhol tayyorligimni qilib, chiniqishimga chiqaman. Vlog qilmayman odatda chiniqishimni, chunki chiniqish zalida odam bekchiq. Kameramni ko'tarib uni ichida u yoqdan bu yoqqa yursam qamlashmaydi, hammadan qaraydi. Bir soat, 1,5 soat butun zehnimni o'sha chiniqishga markazlashtirsam bo'lmaydi. Shunlashqa odatda vlog qilmayman chiniqish zalida, ammo chiniqishimni yaxshi davomlashtirib ketib boraman. Daha keyingi kunlardagi vlogimda ko'rishaylik. Bugun bir vlog qilay. Kütüş Enver Hamid. Ahırqı yaprağımı töküldü. Başqalarıdek qızırıp, sarğıyıp, seğinişdek qeyp yalamaş ve tek turup, şahit bulumen kütüşlərinin qeyrişiga əmdi. Mükçeyip, qurulup, çaş sakallarım aqırıp. Arzulayman bir günü düştekli yoxlap kelişimni. Kesellardek meni çırmap elişimni. Ruhimni larziga silib, tenimni qamal qilishimni. Meni o'tin qilib, lavildab kuyishimni. 2016 yılı 11. ayda Ürümçi'de yazılgan